Dadasi $200 bering. Senda vatanparvarlik tuyg'usi yo'qmi? Dollarda emas, so'mda so'rash kerak. Ha, 2,5 million bering endi. Endi vaqim olib olishdilar. So'mni qadrini nima qilmaydi? 3 ta savol beraman. Javob bersang, har bittasi uchun 100 ming so'mdan pul. Birinchi savol. 4 ta oyog'i bor, lekin yura olmaydi. 4 ta oyog'i bor, lekin yura olmaydi. Stul. Eshitdingmi biron joyda? Yo'q. Ikkinchisi. Har doim yaqinlashadi, lekin hech yetib kelmaydi. Vaqt. Topolmadingiz. Bugun. Erta. Erta. $100 ishladim. 100 ming so'm. Yo. So'mda biz milliy valyutada nima qilamiz? 1 million. Uchinchisi, ovqat bersang yashaydi, suv bersang o'ladi. Tuz. To'xtang, aytmay turing. Ovqat bersam yashaydi, suv bersam o'ladi. Nima edi, eshitdim, hozir eslolmayapman. Kommentariyangda xullas 1 soat ichida topilsa shu savolga javobi, men yana 100 ming so'm qo'shib beraman. Dadasi mazdan 200 ming so'ramadi. Yo'q, so'mga gaplashamiz. Kursni qanchaligini bilmayman o'zi.